İnsanlarning kontrol qilg'ili bo'lgan yadro birkish reaksiyasi texnikasini egilishimi barg'ansiri pishib yetildi. Atom bombasi, vodorod bombasi, 3 fazliq bomba qatorliqlar mundaqli portlatsa dunyoni vayron qilib o'tadi. Siz balkim qiziqib qolishingiz mumkin. O'xshashlar yadro reaksiyasidan foydalanib energiya qo'yib berish prinsipi. Nima uchun biz bu orqali qudrati kuchli yadro bombasi yasay olamiz yo'q, ammo uningga tayanib apchil mashinalarni qo'zg'ata olmaymiz. Buning ichiga zodi qanday g'amg'usi yoshiringan. Qani sinjaq salon bilan birga ko'rib chiqaylik. Amaliyotda dunyoda allaqachon ikki shirkat yadro energiyalik uqum optimal modelini ishlab chiqargan. Faqat ba'zi boshdan oxiri hal bo'lmay kelayotgan texnik qiyin masalalar sababidan bu ikki xil nusxadagi yadro energiyalik optimalni turkumlab yasamadi. Shu sababli bu hozirgacha kishilarga tunishliq emas. 1957-yili Ford shirkati Nukleon nomli uqum optimal loyilab chiqqan. Shakli ilg'or bo'lib qolmay, yana bir intayin ilg'or yadro energiya qurilmasi bor. Orqa bo'lmaning qapqidagi ikki harakatlantiruvchi choq orasiga joylashgan. U o'q ilmatdan zanjirsma yadro parchalanish reaksiyasi orqali issiqlik qo'yib beradi. Shuning bilan suyuq holatdagi suvni qizdirib, suparga aylantirib, ondan turbina yaproqchasini ittirish orqali optimalni harakatlantiruvchi kuch bilan ta'minlagili bo'ladi. Suvi suvgandan keyin qaytadan reaktorga qaytib qizitiladi. Onda yana bir qadam turbina yupurmoq uchun ish ishlaydi. Bu shunday takrorlanib, optimal uzluksiz harakatlantiruvchi kuchga erishadi. Ayni chog'da loyihalangan yadro energiya qurilmasi optimalni 8000 kilometrlik musofa bilan ta'minlaydi. 2014-yili Cadillac shirkati WTF degan uqum musobaqa optimal loyihaladi. To'g'ri, bu dal to'ri yiqilg'i musobaqa optimali. To'ri bir xil radioaktivlik metal elementi bo'lib, yer shariga zapas miqdori qo'g'ishinga o'xshash degidek mol. To'ri parchalanganda uran 233 ga aylanadi. Qo'yib berilgan energiya uran 235 dan ko'p. Mo'sha alohidaligi sababidan bu optimalni qo'zg'atishga kerakli to'ri yiqilg'isi intayin oz. Shuning uchun uning motoriga 100 yil ichida yiqilg'i qachilashning hojati yo'q. Nucleof va WTF qatorliqlarning hammasi uqum optimal tipini ishlab chiqarib bo'lgan to'riqliq. Nima uchun eng oxirida ularning hammasi turkumlab ishlab chiqarmaydi? Asosli tuvandagi bir qancha sabab bor. Birinchidan yadro energiyali qurilma bekchon. Navbatda insonlar butunlay egilgan kontrol qilg'i bo'lgan yadro texnikasi faqat yadroning parchalanishidan iborat. Chunki suratni kontrol qilg'ili bo'lmasligi sababidan yadro yig'ilish optimalning yadro energiyasini sirtiga chiqarib o'tiladi. Yadroning parchalanish qurilmasi bo'lgan taqdirda uning reaktori nihoyat cho'ng bo'lib, uning ichida zo'r miqdordagi birikma zapchastlar bor. Masalan, reaktor o'ziki, kontrol tayiqi, yiqilg'i tayiqi, besim qachisi qatorliqlar. Insonlarning navbatdagi eng kichik yadro energiya qurilmasi bir cho'ng yuk optimalchilik chiqadi. Hajmi bekchon bo'lg'achqa, uni optimalning ustiga o'rnatib qurashtirish nihoyat tez. Ikkinchidan, yadro reaksiyasi dövisiga ko'p miqdorda sovutgich ketadi. Yadro reaksiyasi g'oyat zo'r issiqlik energiyasini qo'yib beradi. Agar vaqtida sovutmaganda nihoyat osonla portlashni keltirib chiqaradi. Sovutgich odatda suv va ig'ir suvni asos qiladi. Suv ham xizmat vositasi bo'lib, yadro reaksiyasini hosil bo'lgan issiqlik energiyasini mexanik energiyaga aylantira oladi. Ham sovutgich bo'lib, reaktorning temperaturasini unumli ko'paytiradi. Buni uning bo'lgan ehtiyoji intayin zo'r. Optimalning ko'p miqdordagi suvni elib yo'lga chiqishi amaliyotga uyg'un emas. Uchinchidan, cho'ng bo'shliqliq daldalg'ichga ehtiyojli bo'ladi. Yadro reaksiyasi ko'p miqdordagi yuqori energiyalik neytron va gamma nurni hosil qiladi. Ularning odam badaniga bo'lgan ziyni intayin cho'ng. Shunga daldalash aslahalarini ba'zi cho'ng bo'shliqqa o'rnatishga to'g'ri keladi. Masalan, qalin qo'g'ishin taxta qatorliq. Ammo optimalning bo'shliqi cheklik bo'lib, daldalash uskunasini sig'dira olmaydi. To'rtinchidan, qatnash hodisasidan keyingi yadro eqib ketishdan saqlanғili bo'lmaydi. Har qancha yaxshi optimalmi qatnash hodisasi yuz bermasligiga 100% kafolatlik qila olmaydi. Navoda optimal urilib ketib, radioaktivlik bulg'anishni keltirib chiqarsa, oqibatni tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Garchi optimalning yadro energiyalik qurilmasi hozir qarmoqqa ancha amaliy bo'lmasa-mu, ammo insonlar fan texnikasini taraqqiy qilishiga ergishib, bo'libmi kontrol qilg'ili bo'lgan yadro yig'ilish reaksiyasi texnikasi va kichik tipdagi yadro reaktori texnikasida bo'lish hosil qilindi. Shuning ishonimizki, yaqin kelgusida yadro energiyalik optimal insoniyat jamiyatiga yetakchilik qiladi. Bu son mazmun mushada yaqashdi. Mazmun zarracha yarg'an bo'lsa, yulduz belgisini besib qo'ying. Qo'llash shunchalik oddiy.